Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lik-salomatlikda. Bugun oktyabr sanasi Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Anhorli mahallasi 7-bo'limida qizg'in ishlar olib borilmoqda. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha ko'rsatib boramiz operatorlarga. Bu yerda hozir sim yog'ochlari, ya'ni o'zimiz adabiy aytganda, ya'ni stalbalarni xudo xolasa eskilarini olib, toza zamonaviy stalbalarni qo'yib, endi kabellarni almashtirish kerak. Simlar, ochiq simlar, yopiq simlar almashtirish kerak. Ya'ni bu eng xavfsiz. Qo'ldan kelgancha shu To'rtko'l tumanida bo'lib turgan yangiliklardan ozgina bo'lsam shu ko'rsatib boraman. O'xinda, ya'ni ilich, idirlik, karpalik deyiladi. Mana shu mahalla. Nechta bo'lib turib qolsa, biz ana shu Anhorli ofu raislarini To'rtko'l tuman hokimiyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Bizning mahallalarimiz e'tibor qaratiblar, kichkina mahallalarda minnatdorchilik bildiramiz albatta. Ya'ni fuqarolarning, raislarning nomidan Xudo xolasa bu tarafini obodonlashtirish kiritildi deb eshitib, ya'ni shu Anhorli Mofi 2026-yilgacha Xudo xolasa yo'llarimizdan shu yurishni yo'llarni yoritdik. Xudo xolasa bu yoqlar ham buni qo'ldan kelgancha asta-asta etap-etap bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni ozgina bo'lsa qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tgan yurtdoshlar biz bilan bo'lib To'rtko'l sekret kanaldan Xudo xolasa sog' bo'lma, salomat bo'lma, kanalimizga borib Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz Anhorli mahallasida Jahon taraqqiyot bankining mas'ulan eski simyog'ochlarni olib tashlab, o'rniga beton stalbalardan qo'yib, ya'ni zamonaviy qilib kabel tortib, kechasi yorug'lik beradigan lampalar qo'yib boshlandi. Xudo xolasa, buni arkasidan asfaltlar boshlanadi. Bu asfaltlar eskilandi, yangidan asfalt bo'ladi. Xudo xolasa qishlog'imiz obod bo'ladi. To'rtko'l tumani shu ishlarga bosh qash bo'lib turgan yuqori lavozimdagi insonlarga hammasine kattadan katta rahmat aytamiz. Mana bu transformatorlarni ham almashtiryapmiz. Yangi maktab qurilishi bo'lyapti. Maktabni qaytadan ta'mirlash bo'lyapti. Katta ish bo'lib turibdi. Xudo xolasa, yaxshi qishlog'imiz obod bo'ladi. İlk başta şu simlanı almashtıracaklar. Shunda keyin transformator, shunda ben bunu ilk başta chiqarib ishlaganlar. Kim bo'lsa o'zlari ishlagan kechasida boshqasi bo'lsa, endi shu transformatorni yurtdoshlar bir qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tdik degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizga obuna bo'lib bizlarni qo'llab-quvvatlashni davom etinglar.